Rahbarlik bu kuch, energiya, demak mas'uliyat, qaror qabul qilish. Lekin kim bo'lishidan qat'iy nazar, rahbar baribir bir kun emas bir kun charchaydi. Energiyasi yo'qoladi. Savol tug'ilyapti, nimaga? Tanadanmi bo'lyapti bu kuchsizlik yoki qayerda? Bu tanadan emas charchoqlik. Bu fikrdan bo'ladi. Rahbar buni qabul qilmaydi. Ko'plar aytadi, "Yo'q, men charchamaganman" deydi, sokin yuradi, lekin energiyani yo'qotadi bu odam. Va ko'p rahbarlarni kuzatganman. Ko'p rahbarlar odamlarga yordam beradi. Hamma muammosini hal qiladi, lekin o'ziga yordam bera olmaydi. Bitta rahbar meni oldimga keldi yaqinda, aytyapti, "Ravshan aka, men deydi, energiyam yo'q, kuchimni yo'qotib qo'ydim" deydi. Nimaga desam, bilmadim dedi. Hech narsa qilgim kelmayapti, charchab qolganman dedi. Menga baribir dedi. Biznesing bor, ishlayapti odamlar, rahbarlarni qo'ygansan desam, nimaligini bilmayapman. Aytdim, "Sen qachon dam olgansan?" desam, "Men bilmayman" dedi. 5 yil oldin dam olgan bo'lsam dedi. "Mana qara, charchog'ing mana bo'lyapti. Dam olishing kerak. Aslida bo'lsa o'zingga qarashing kerak. Sen balki dam olishni bilmayapsan. O'zingni vaqtingni, o'zing energiyani saqlab qolmayapsan" deb unga to'g'ri yo'l ko'rsatgandan keyin energiya to'la bo'lib ishni davom etdi. Keling, rahbarning charchaganini 5 belgisini ko'rib chiqaylik. Agar buni biz tan olmaydigan bo'lsak, demak biznesimiz ham to'xtab qolishi mumkin. Biznesimiz ham charchaydi. Shuning uchun albatta kelinglar, bittadan ko'rib chiqaylik-da va buni yechimini siz bilan birgalikda topaylik. Birinchi belgi. Har bir ish muammo bo'lib ko'rina boshlaydi. Siz ilgari muammoni imkoniyat deb bilardingiz. Aha, menga imkoniyat berildi, demak bu imkoniyatdan foydalanishim kerak deb. Undan keyin charchaganingizdan keyin siz o'sha muammoni imkoniyat emas, charchaganingizda muammo deb ko'rasiz-da. Nimaga? Chunki siz dam olishingiz kerak. Vaqtida dam olishingiz kerak. Demak, vaqtida dam olmayapsiz siz. Bu fikr energiyangiz charchagansida siz nima qilishingiz kerak? O'tirib, dam olib, o'ylashingiz kerak-da. Iloji boricha har kuni harakat qilishingiz kerak. 1 soat bo'lsa ham rahbar bo'lgandan keyin o'tirib, hech narsa qilmasdan o'tirib faqat o'ylash kerak. Mana bunda ham dam olasiz, ham energiya to'la bo'lasiz. Agar relaksatsiya qilishni biladigan bo'lsangiz, undan ham yaxshi. Men sizga o'rgataman relaksatsiya qilishni. Stulga o'tiring. Ko'zingizni yuming-da, 100 dan 1 gacha sanang. Ko'zingizni yumib, agar muzika bo'lsa, muzikani qo'ying-da, 100. Nafas olish kerak. 99, 98, 97. Shunday qilib 1 gacha sanang. 50 gacha borgandan keyin siz o'zingiz sezasiz-da. Miyangiz ham dam oladi, o'zingiz ham shunaqa kuchga ega bo'lasiz. Zo'r mashq, tavsiya qilaman. Ikkinchi belgim, odamlardan uzoqlashish. Men rahbarlarni ko'rganman. Ko'plari rahbarlar mana shunaqa qilardi. Ishxonaga kelardi-da, odamlar bilan gaplashmas edi. Bizda ham shunaqa rahbar bo'lardi. O'zi bilan o'zi qanaqadir işte 6 ta odam yig'ib, o'tirib, mayda gap qilib, chaynab o'tirishardi. Odamlar bilan gaplashish kerak. Men harakat qilardim. Har kuni odamlar bilan atrof sexlarga borganda atrofimda odamlar yig'ilardi-da, savollar berardim. Hazır qilardik, so'rashardik. Qo'llari moy bo'lsa ham so'rashib, o'shanda mana odamlardan biz energiya olardik-da. O'shanda odamlar gaplashganda kollektiv bilan yaqinlashasiz. Odamlar bilan uzoqlashganingizdan keyin, ularga kam uchrashgandan keyin siz uzoqroq bo'lasiz. Odamlar ham sizni tushunmaydi. Siz ham odamlarni tushunmaysiz. Sizlar ularni boshqaramaysiz. Shuning uchun ko'proq odamlar bilan muloqotda bo'ling, gaplashing, odamlar bilan uchrashing. Uzoqlashmang ulardan. 3-belgi, olingan natijadan quvonch olinmaydi. Siz ishlayapsiz, harakat qilyapsiz-da, ilgari qandaydir o'sha olingan natijadan siz ruhlanardingiz, energiya to'la bo'lardingiz. Oxirgi paytlarda bunaqa yo'q, sezilmayapti. Nimaga? Mazmun bo'lmayapti. Mazmun yo'q sizda. Maqsadingizni aniqlab oling. Qayerga ketyapsiz? Nima uchun qilyapsiz? Nima uchun shuncha vaqt sarflayapsiz-da, ishlayapsiz? O'sha yo'nalishingizni aniqlab oling. Maqsadlaringizni to'g'rilab oling. Maqsadlaringiz yo'q bo'lsa, demak, albatta bu narsaga e'tibor bering. Men o'rgatganman, 5 yillik maqsad, demak, qachon moliyaviy ozodlikka erishmoqchi? Moliyaviy himoya
qachon yaratasiz moliyaviy himoyani? Buning uchun siz qanaqa harakatlar qilishingiz kerak? Siz harakatlaringizni mazmunini aniqlashingiz kerak. 4-belgi, 3-belgiga o'xshagan, u yerda mazmun bo'lmagan bo'lsa, bu yerda harakat bor, lekin markaz yo'q, maqsad yo'q, yo'nalish yo'q. Siz harakat qilasiz, ishlaysiz, yurasiz, lekin markaz topmagansizda maqsadingizni aniqlab olishingiz kerak. 5-belgi bu ruhiy jimlik yo'qligi. Eng chuqur charchoq bu ruhiy charchoqdir. Siz tura olmaysiz, sukutdan qo'rqasiz. Mana shu nima qilish kerak? Men tavsiya qilardimki, albatta bir oyda eng kamida 3 marta bo'lsa, 3 kun bo'lsa ham dam olinglar, chiqib ketib qolinglar, telefonni o'chirib qo'yinglar. Iloji boricha mana harakat qilinglar toqqa chiqib ketishga. Bo'lmaydigan bo'lsa, har kuni eng kamida 8 kilometr yurishinglar kerak. Nimaga men tavsiya qilaman yurishni? Eng yaxshi bu narsa. Nimaga yurganingizda, xayolingizda siz har xil ishlarni o'ylamaysiz. Yurganingizda fikrlar keladi, qon yuguradi. Shunday qilib, ana sog'lig'ingizga juda ham foydali g'oyalar kelishni boshlaydi. Iloji bo'lsa o'zingiz, agar turmush o'rtog'ingiz bo'lsa, birgalikda yurib, har xil oilaviy boshqa gaplar bo'yicha gaplashib ketsanglar, shu yerda g'oyalar keladi. Mana og'aynim har doim Turkiyaga kelganda ketdik deydi, dengiz bo'yida yuramiz. Indamay yuraveramiz, faqat yurib bitta narsa, ikkita narsa savol beramiz, javob qilib, keyin dedi, g'oya kelib qoldi. Rasiya bo'ladi. Deydi, yana qanaqadir g'oya keladi. Mana yurganda albatta mana shu harakat qilinglar, chiqib ketishga. Biznesdan chiqib ketinglar, tashab qo'yinglar. 2-3 kun, bir haftaga kerak bo'lsa tashab qo'yinglar. O'shanda mazza qilasizlar. Rahbar charchaganda tizim suslashadi. Chunki tizim sizning energiyangiz bilan ishlaydi. Ko'p rahbarlar aytadi, men dam olamayman dedi. Men aytaman, dam olish bu vaqt yo'qotish emas. Siz dam olganingizda kuch yig'asiz, energiya to'lasiz. Shuning uchun albatta energiyaga to'lishga harakat qiling, dam olinglar. Agar siz ham ichingizda halovati yo'qotgan bo'lsangiz, demak bu charchagan belgisidir. Men siz bilan dam olish haqida emas, ruhni tiklash haqida gaplashmoqchiman. Charchash yomon degani emas, bu tabiatning sizga to'xtab, o'zingni eshitgin deganidir. Tizimni yangilashdan oldin o'zingizni yangilang. Chunki rahbarning ichki holati butun jamoaning ritmini belgilaydi.